Hürmetlik radyo anlıqçılar. Rossiya yazğıçısı Fedor Mixaylovich Dostoyevskiyning Şinjan Xalq nashriyati nashr qilgan "Aq kechilar" nomli povestini anglitishni boshlaymiz. Siz meni boshqalar yaxshi ko'rishgan deb o'ylaysiz, shundaqmi? Mening sizga bu gaplarni deb berishim sizni kuldirish uchun edi. Siz endi hiliqib bitmasligimiz boyliqlarni ko'ra olasiz. U haqiqatan aqlliq. Kambag'allik peshonanglarga putilib tikan. Kelgusida jazman dadisidan eshib tushdi. Markaz Xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Kitob xumor azizlarimiz uchun. Xiyolparast bir odamning aslimasi. Bilib qilingki, uning ijodiyati sizning yuragingiz ichiga kirib, sizga daqiqa bo'lsa-mu yiqimliq bir tuyg'u berish uchundir. Ivan Turgenev. Birinchi kecha. Bugun shunchalik chiroyli kecha bo'ldi. Suyimli do'stlarim. Bunday kechani biz faqat yosh vaqtlarimizda his qila olamiz. Osmonga liq kelgan yulduzlarning chaqnab turgan ko'rinishlariga beshingizni ko'tarib qaraydigan bo'lsangiz, o'zingizdan o'zingiz yulduzlarning mushundaq go'zalligini ko'rib turib yetibmi, kishilar yana nimishqa bir-biri bilan urush talash qiladigandir. Nimishqa bir-biriga chechiladigandir deb so'ramay turolmaysiz. Bu yana yoshlarning ishi. Qadrli do'stim, tamoman degudek yoshlarning ishi. O'z beshimchi va har xil yaxshi mijozlarga ega apandilar to'g'riliq gap qilib etib, o'zimning mushu bir kun ichidagi eng yaxshi ifodalarim ustida o'ylanib qoldim. Atigan o'rnimdan turganda qandoqdir bir g'am kallamni chirmab olib, bakmi asablandim. O'zimni hamma odam ko'zga ilmaydigandek o'ylab ketyotdim, albatta. Kimni bo'lsa, hamma odam deganingda kimlarni ko'zda tutyapsan deb so'rashi mumkin. Lekin men ularga palonchilar deb ko'rsatib berilmayman. Deb berilaydiganim Peterburgga kelganimga 8 yil bo'ldi. Birmu odam bilan tanishmabdiman. Yaqinmi o'tmabdiman. Ular bilan tanishib nima qilay? Ular bilan tanishmasam-mu Peterburg bilan tanishiman. Bu shaharning bulung pushqoqlariga chibilaman. Shundaq bo'lganligi uchun Peterburgliklar yoz bo'lganda bola vaqtlarini elib, dachlarga dam elib kelishga ketgan kunlarda xuddi ular meni tashlab ketib, Peterburgda o'zim yolg'iz qolgandek shunchalik g'eribsinib ketaman. Ba'zida mendan boshqa odam qolmagandek qo'rqibmi qolaman. Bu qitimmi shundaq bo'ldi. 3 kun bo'ldi. Peterburgda o'zim yolg'iz olinib yuribdiman. Hammalarga bordim. Ko'nglim bekmi yerim. Nima qilishimni, nega berishimni bilmayman. Mayli Niva ko'chasiga boray, mayli ko'chaning markazidagi bog'chaga kiray yoki daryo bo'ylab asta mangay, hech qanday yerda men 1 yil ichida ko'rib yurgan odamlarning birisini ko'rmadim. Ular meni tanimaydi. Ammo men ularning hammasini taniydim. Obdan bilatdim. Ularning chiroylarini tafsiliy ko'zlatdim. Ularni xushal chiroylarda ko'rsam, menmi tang xushal bo'lardim. Xafa, g'amkin chiroylarda ko'rsam, mening chiroyimni g'amkinlik besib tutilib qolardim. Bir bovay bilan doim Fontanka daryosining bo'yida uchrashib qolardik. Uning bilan do'st bo'lib qoldim desam bo'ladi. U surlik, xiyolchan, o'zi bilan o'zi paranglashib mangadigan, so'l qo'li pulanglab to'xtamaydigan, o'ng qo'lida naqsh o'yilgan, tutadigan yerda oltin rang beshiba bir hasa to'xtamay mengib yuradigan odam edi. U bara-bara menga diqqat qiladigan bo'lib qoldi, hatto ikki yilimiz birga qarab yuraklarimizni bir-birimizga so'qib turadiganlikmi o'ylab qoldik. Navoda men Fontanka daryosining bo'yidagi doim uchrashib turadigan ashu joyda bo'lmay qolsam, u buningdan cho'qim hayron qoladi. Biz oxirida shundoq uchrashgan chog'larimizda bir-birimizga qarab boshlarimizni langishitib qo'yib, salomlashqudek ahvolga yetgan edik. Bundoq ahvol har ikkimizning kayfi chog'larda bo'ladi.
Bir qaytam biz 2 kun ko'rishalmadik. 3-cü kuni uchrashganda ikki elimiz boshlarimizdan shilapalarimizni elib, bir-birimizga salom berishga tayyorlanib etib, yana ittik esimizga kelib, qo'llarimizni tushirib, ko'nglimizda belib, murilarimiz surkishib degidek o'tib ketdik. Men u yerdagi o'ylar bilan tanishdik. Hamma o'ylar meni ko'rsa, oldimga yugurib keladigandek, har bir deriza menga qarab, "Yaxshimisiz? Salomatligingiz yaxshimi? 5-oyda ustimizga yana bir qavat uy qo'nadigan bo'ldi yoki salomatligingiz qandayroq? Ati meni boshqadan remont qilmoqchi yoki ko'yib hech nimam qolmag'ili tasqalatdim. O'lgudek qo'rqdim devatganda qilatdi." Ularning ichida men yaxshi ko'radigan, sirdishadigan do'stlarim bor. Ularning ichida birsi bu yil yozda usta taklif qilib, o'zini remont qildirmoqchi bo'layotdi. Shu chaqqa kelganda men uni ishchilarning buzib qo'ymasligi uchun har kuni kelib ko'rib turaman. Men ashularning ishidagi so'z atirgul rangdagi apchilgini bir binoni mangu unutib ketolmayman. Xish bilan qo'pirilgan bu bino to'limi chiroyli edi. Meni ko'rsa chiroyliqina jilmayib qo'yatdi. U boshqa egiz-pas binolarga yaratmagandek takabburlik bilan qarab qo'yatdi. Har qaytim uning oldidan o'tganlarimda uningga masligim kelib, xushal qarab qo'yatdim. O'tgan hafta men tuyuqsiz ashu ko'chaga berib kelib, u do'stimga qarasam, rangi bir qismida turadi. O'ngsuli yo'q. Shunchalik g'amkin. Menga holini aytib, "Ko'rdingizmi? Ular meni seriq rangda mana shundoq sirlab qo'ydi" dedi. Anglab, ham o'z ko'zim bilan ko'rib, shunchalik achchig'im keldi. U yaramasla, yavoyla deb u haqlarni tillab ketdim. To'riklardan tortib peshayvonlargacha seriq sirda sirlab etibdikan. Mening u yaxshi do'stim seriq qushqashning o'zli bo'lib qopti. Achchig'imda varqirab etkili tasli qoldim. Bugungacha ko'nglim tatmay, chiroyi butunlay o'zgarib ketgan u bechora do'stimni ko'rib kelgili borolmayapman. Anglag'uchilar, Peterburgning menga qanchalik darajada tanishlik ekanligini endi bilgansizlar. Men yuqorida dedim. Ko'nglimning aramida yo'q yurayotganimga 3 kun bo'lgan edi. Buning sababini bugun topdim. Ko'chaga chiqsam-mo ko'nglim yerim. Uyda o'ltirsam ko'nglim parishon. Men turayotgan yerda zodi nima kam, nimishqa bir nimamni yo'qotib qo'ygandekli yuraman deb to'p-to'g'ri 2 kun o'ylanibdiman. O'ngdamda yotaman. Ko'zlarim ko'p-ko'k tamlar bilan To'risda Matroyona intayin ustalik bilan muvaffaqiyatli tarbiyalab yetishtirgan o'muchuk to'rlari sangalab turibdi. Uyning ichidagi bor yo'q dunyoyimga nazarimni selib chiqdim. Har bir o'rindiqqa qarab baqdim. Ko'nglimda chatoq mushulardan chiqdimi qandoq deb o'ylab qoldim. Men yana derizlarga qaradim. Uning foydasi bo'lmadi. Ko'nglim boyaqidan ozroq bo'lsa-mu ko'tarilib baxmadi. Men hatto Matroyonani chaqirib kirib, To'risdagi o'muchuk to'rlarini, uyning ichidagi qalaymaqonchilikni ko'rsatib turib, dadamning talabbuzi bilan uni qattiq so'kmoqchimi bo'ldim, ham shundaqmi qildim. Kim bilsin? U hayron qilayotgandek menga qarab qo'yib, biri eg'izma javob bermay chiqib ketdi. U o'muchuk to'rlari hozirgacha To'risda esilib turibdi. Tozalab etilgani yo'q. Bu ishlarning nima uchun bundoq bo'lganligini bugun atigan bildim. Aslida u odamlarning hammasi meni tashlab yozliq dachlarga ketishgan ekan. Mening qo'pol gap qilganimni kechirgaysizlar. Rastimni aytsam, chiroyli gaplarni qilgim kelmay qoldi. Peterburgdagi hamma odam ketib qolmabdi. Bir qism odam dachlarga mengish uchun tayyorlik qilib etibdikan. Shuning bilan paytun kira qilishayotgan taqdirqi tuzuk u apandilar shu an ko'zlarimga hurmatga sazovar oila boshliqlaridek ko'rinishga boshladi. Ular bir kunlik xizmatlarini tugatgandan keyin o'zini saqlab turayotgan uylarining dachlarining qo'yniga yengillik bilan qaytishayotgan ekan. Ko'chalarda ketayotgan odamlarmi boshqacha kayfiyat ichida xuddi uchrab qolgan odamlarga "Apandi,
Biz bu yerdan vaqtli ketyapmiz. Yana 2 soatdan keyin yozliq dachimizga yetib boramiz, deydigandek kayfiyatda edi. Qaysili bir deriza nozik qo'llar bilan ochilsin, u derizdan chiroyli bir qizning beshi ko'rinib, gul sotadigan gulchilarni chaqirib, ulardan gul setib oladi. Dastlabda men ularni beg'i yo'q bu dimiq uylarda o'ltirib bahorning hidini elish maqsadida uylardagi lo'nqilarga gullarni chilab qo'yish kerak deb o'ylab ekanman. Undaq emaskan. Dachilarga apirib, shu uylardagi lo'nqilarga chilab qo'yish uchun elishadigan. Bu favqulodda bayqashdan men kimning qandoq dachida turayotganligini bildim. Taşlıq aral, doğru ösümlüklere çıkıdığan aral yoki Garfo ko'chasida o'ltiradigan odamlarning yurish turishları, yazlıq kiyinishleri ve shaharga kirganda o'ltiradigan hashamatlik paytollari boshqa yerlarda turadiganlarnikiga faqatla o'xshamaydi. Pargilov ve uningdan yiroqroq yerlarda turadiganlar bir qarashdala odamga o'qimishliq, o'zini tutgan, so'g'uqqan odamlardek ta'sir beradi. Men uzoq mangdim. Xeyli yerlarga berib qoptiman. Bu mening odatdagiga o'xshash o'zimning nima qilayotganimni, nega borganimni unutib qoladiganimdan bo'lsa kerak. Bir chaqda qarsam, shahar darvozasiga kelib qoptiman. Darvozni ko'ribla xushal bo'lib ketdim. Darvozdan chiqib, etizlik bilan o'tliqning o'ttirsidagi bir yo'lga kirib qoldim. Charchaganimni bilmay ketyapman. Vujudimda bir xil tuyg'u, xuddi ustimdan ig'ir bir toshni elib-atgandek o'ylab ketyapman. Yo'lda ketayotganlar xuddi men bilan tanishdek, menga yaqinlik nazarlari bilan qarshib qo'yibdi. Hammasi xushal. Ya ularning nimaga xushal bo'lishayotganligini bilmayman. Hammasining qo'llarida sigaret bor. Chekishib ketyapti. Menmi ularga o'xshash xushal. Azaldan bunda xushal bo'lib baxmaganman. Menga o'xshash kesal desa kesal emas, saq desa saq emas, u shaharlik odamlar shahar sepilining ichida yuraverib, issiqda dam ololmay qilishgan. Natijada shahardan dalaga, tabiat qo'yniga chiqib, sap havoning ta'siri bilan o'zlarini xuddi Italiyaga berib qolgandek his qilishib qolgan bo'lsa kerak, ajoyib jushqun ketishyotdi. Bahorda bizning Peterburgning tabiiy manzarasi ajoyib jonlanib, tabiat ato qilgan barliq qudrati bilan butun yerni yeshillikqa purkaydi. Daraxtlarga yeshil libos yopadi. Turli tuman gullarni echildirib etadi. Buningga ta'riflab bergusiz va odamni hayron qoldiradigan ajoyib bir sir yoshiringan. Nemishqidir bu manzara o'ruq, og'riqchan bir qizni esimga soldi. U qizga qarsangiz ichingiz og'riydi. Ich og'rig'i tatiyotgandek bir xil hissiyatga kelib qolasiz. Turibla yana uni qiz bu dunyoda mavjud emasdekmi deb o'ylab qolasiz. Turibla u yana ko'zingizga tasvirligisiz darajada go'zal qizdekmi ko'rinib, sizni to'lim hayron qoldiradi. Hayron qolganingizdan ixtiyorsiz o'zingizdan o'zingiz qandoq bir kuch uning g'amkin, o'ychan ko'zlarini mushu darajada nurlantirib etgandi. Qandoq bir kuch uning o'ruqlab ketgan tegi-tegidan seriq chiroyiga mushundoq chiroyli rang kirgizib etgandi. Qandoq bir kuch uning muloyim, g'amkin chiroyini mushundoq echildirib etgandi. Qandoq bir kuch bu bechora qizning yuziga kuch, hayotlik, go'zallik ato qilib, yiqimliq kuladigan, jilvisi yurakni ko'ydiradigan qilib qo'ygandi deb so'ramay tura olmaysiz. Atrofingizga qarab, buning sirini biladigan odamni izlaysiz. Turli farazlarni qilasiz. Lekin ashu bir daqiqa o'tib ketgandan keyin ertasi kelib ko'zingiz uningdagi yana shu burunqidek g'amkin, nursiz ko'zlarni, sarg'ayib ketgan chiroyni, ish harakatlaridan bilinib turadigan muloyim, qo'rqinchoq, nafratga to'lgan, hatto birdamlik xushallikdan keyinki boshqacha pig'on va tushkunlikka potgan holatlarni ko'rishingiz mumkin. Bu holatlarni ko'rganingizdan keyin oldida ko'rgan uningdagi u go'zalliklarning birdamdala mangu kammasga ketganligi, to'zg'oqdek to'zib, u go'zalliklardan hech nima qolmaganligi bilan sizdagi uningga qo'zg'algan u muhabbatingiz yurakingizda birdamma saqlanib qolmaydi.
Aksicha, uni yana burunqi holatiga keltiribmi qo'yayotgan bir xil kuchga nafratingiz qo'zg'aladi. Men o'tkazgan bu kecha kunduzdimi ma'nilik unutilmas bir kecha bo'ldi. Chunki bu kechada mundaq bir ish yuz berdi. Men shaharga nihoyat kech qaytib keldim. Uyga qarab ketayotganda soat 10 ga qo'ng'iroq urdi. Kanalni bo'ylab ketayotdim. Bundaq chaqda ko'chada birmi odam qolmaydi. Mening uyim shahar markazidan xeyli yiroq bir yerda edi. Men naqshi etqash ketyapman. O'zni baxtlik o'ylaydigan, xushal bo'lgan chaqlarda shu xushalliklardan tang bahramand bo'ladigan bir do'sti yo'q odamga o'xshash kechalari yo'l manganda naqshi aytib mangadigan odatim bor edi. Shu odatim bo'yicha bir naqshiga bo'sh g'ingshib ketyotdim. Tuyuqsiz faqatla o'ylab baxmagan bir ishqa duch kelib qoldim. Oldimda ikki jaynikni daryo reshatkasiga qo'yib, daryoga qarab turgan bir qizni ko'rib qoldim. U butun diqqati bilan daryo yuziga qarab turayotganda qiladi. Beshida yarishimliq seriq shilapa, mursida chiroyli bo'rtma yog'liq turadi. U cho'qim qora chachli qiz deb o'yladim men ichimda. U mening qadam tevishimni anglamaganda qiladi. Men nafsimni qisib, dupildab so'qib ketayotgan yurakimni besib, uning yeniga yetib kelgandimi, u medirqib qo'ymadi. Qiziq ish deb o'yladim ichimda men. U nima ishni shunchoq berilib o'ylab ketayotgandi? Men tuyuqsiz yerga yiltiz tatib qolgandek chippida to'xtab qoldim. Quloqimga yig'i ovoz kirib qolgan edi. To'g'ri, xato anglamabdiman. Qiz yig'layotdi. Orqadan esadash boshlanib, yig'isi kuchayishga boshladi. Bu qizga nima bo'lgandi? Yurakim birdilla tortishib ketdi. Gerçi ayollarning oldida qo'rinib turadigan odatim bo'lsa-mu, lekin bu qizga kelganda unda qilmasligim kerak edi. Men burilib, uningga qarab bir qadam tashildim. Agar men xon qiz degan bu so'zni Rossiyadagi barliq yuqori tabaqadagi odamlar o'qiydigan romanlardan minglab topqilib bo'ladiganligini bilmagan bo'lsam, burilla uni shundoq deb chaqirgan bo'lardim. Biladiganligim uchun undaq demadim. Men u so'zning o'rniga qanday so'z ishlatsam bo'lar deb o'ylab turayotgan oshu bir arliqda u qiz esiga kelib ishtik atrofiga qaradi va meni ko'rib shu an yerga qarab elib yenimdan o'tib daryo bo'ylab mangdi. Men darrov uning keynidan mangdim. Bu mening keynidan kelayotganimni sezib daryo bo'yidan ayrilib cho'ng yo'lning chetidagi piyodalar yo'liga tushib oldi. Men u yo'lga tushishga jur'at qilolmadim. Yurakim qush bolasidek tipirlab zodala to'xtamayotdi. Shu arada tuyuqsiz yuz bergan bir ish menga yordam qo'lini so'ndi. Piyodalar yo'lda ketayotgan men tonimaydigan u qizning keyindagi yaqinli bir yerda qorlig'ish quyruqliq kostyum kiygan yoshga cho'ngroq bir apandi paydo bo'lib qoldi. Uning qadamlari mazmut emas, tamni bo'ylab daldang shiprak ketayotdi. Qiz u odamni ko'ribla qo'rqib ketib, qadamini teziltib, yugurgandek mengishga boshladi. Odatda qizlar kechalari o'zini uyiga olib qo'yadigan fidoilarni behmi xolab ketmaydi. Bu aniq. Agar mening taqdirim daldangshib ketayotgan bu apandining harakatini to'sishga meni bo'ylamagan bo'lsa, u maqsadiga yetganmi bo'ladi. Ushtim tut, bizning u apandi hech qaysimizga bir eg'iz gapmi qilmay, men tonimaydigan u qizning keynidan o'qdek yugurdi. Baya o'ri turolmay aran ketayotgan u odam u qizga yetishib olishga oz qilyotdi. Hatto yetishmi qoldi. Qattiq qo'rqib ketgan u qiz bari ovoz bilan chirqirashga boshladi. Hamma yerga gul o'yilgan hasam o'ng qo'limda edi. Hash-pash degicha piyodalar yo'liga tushib, keyindan qo'lladim. U janob o'zining qaysi ahvolga tushib qolganligini darrov tushunib yetib, qattiq o'ylandimi, birdilla to'xtab qoldi. Bir eg'iz zo'n surmadi. Xeylilar keynimizda qoldi. Bir chaqda bor ovozi bilan bir nimalarni deb
manga noroziligini bildirdi, nima deyotganligini aniq anglayolmadik. Sizni qo'ltiqlab olishimga ruxsat qilg'aysiz, dedim men azaldan ko'rib boqmagan u qizga. Shuningda u keynimizdan yana qo'g'lab kelib bizni avar qilmaydi. U qiz bir eg'iz gap qilmay, mening o'zini qo'rqinishdan titrab turayotgan belikidan tutib olishimga ma'qul bo'ldi. Nima degan axloqsiz odam u? Shu turqida sizga nima deb rahmatimni bildirishni bilolmay turibdiman, deyotgandek qiladi u. Men uningga ishtiqli bir qarab qo'ydim. U intayin omaq, qora chachli qizgan. Mening boyiqi parzim to'g'ri chiqdi. Uning kirpiklarida bir tomchi yosh yaltirab turadi. Bu yoshning boyiqi qo'rqinishdan yoki uning oldidagi qayg'uliq yig'lashlardan qolganmi, bilib bo'lmaydi. Bir chaqda lavlarida ozroq kulki paydo bo'ldi. Ham menga ko'zning qo'yruqida qarabmi qo'ydi. Va shu on qizirib ketib, ittik yerga qarab oldi. Qarang sizni. Boyin nemishqa meningdan qochdingiz? Men yeningizda bo'lgan bo'lsam, hech qanday ish yuz bermaydi emasmi? Lekin sizni tonimasam, men sizni-mu mening undoq odam emasligimni endi bilyapsiz? Azroq bilyapman. Nemishqa titraysiz? Titrayotganimni bilib oldingiz-a? Dedim men uning so'ziga javoban. Men menga uchrab qolgan bu qizning aqlliqligidan xushal bo'ldim. Odam aqlliq ham chiroyli bo'lsa, qandoq yaxshi. Shundaq. Titrab turyapman. Siz qandoq bir odam bilan tanishib qolganingizni bir qarabla bilib oldingiz. Nihoyat to'g'ri dedingiz. Men qizlarning yenida tursam, hayojonimni bosolmay, izzat tatib mushundaq titrab ketaman. Xuddi siz boya u odamdan qo'rqib titrab ketgandek. Menmo hozir ma'lum darajada ashundaq qo'rqinish ichida turyapman. Bu ishlarni xuddi tushimda ko'rib turayotgandek. Ammo men bir qiz bilan bir yerda turadiganimni, uning bilan gaplashadiganimni tushimdami ko'rib baxmagan. Nima? Rasmi? Ras. Agar hozirmi mening qo'llarim titrayotgan bo'lsa, buni mening mushu kungacha sizdek bir chiroyli qizning qo'lini tutib baxmaganimdan titrayotidi desam bo'ladi. Menga qizlar shunchalik notanish, boshqacha essam, ular bilan faqatla bir yerda turib baxmaganman. Qarang, hozirmi ko'chada o'zim yolg'iz yurmamdiman. Hatto qizlarga qanday gaplarni qilish kerakligini bilmayman. Mana hozirmi sizga qanday ahmoqona gaplarni qildim, bilmay turibdiman. Sizga ko'nglimdikini desam, men ushaq ishlarni ko'nglimga ancha ep ketmayman. Yo'q, undaq demang, hech gap yo'q. Dal uning aksicha gap qilyapsiz. Siz menga yuragingizga gapni qilgan ekansiz. Men ko'nglimdagi gapimni qilay. Biz qizlar sizdek mushunaq tartinchoq yigitlarni yaxshi ko'ramiz. Uningdan ko'proq ishlarimni bilmoqchi bo'lsangiz, men sizdek tartinchoq yigitni yaxshi ko'raman. Sizni uyimga yetib bermoqcha yenimdan ketkizib etgim yo'q. Sizning mening bu xil odatimni o'zgartib yetalaydiganligingizga ko'zim yetib turyapti, dedim men xushalligimda nafas ololmay qolib. Endi men qo'rinmayapman. Mening barliq choralarim bekor bo'ldi. Choralarim? Qanday choralar u? O choralaringiz bilan nima qilmoqchi o'zingiz? Bu gapingiz bo'lmay qoldi sizning jummi? Meni kechiring. Unda qilishga haddim emas. U gap bilmayla og'zimdan chiqib ketib qoldi. Lekin siz mushundaq ahvolda turib yetib, hech qanday talabimning bo'lmasligini qanday bilasiz? Siz meni boshqalar yaxshi ko'rgan deb o'ylaysiz, shundaqmi? To'g'ri dedingiz. Men ozroq bo'lsa-mu ichingiz og'risin. O'ylab beqing. Men nimaga hisob odam? 26 yoshga kiribdiman. Mushu kamgacha bir qizning qo'lini tutib baxmadim. Ahvolim shundoq tursa, ichimdikini qandoqmi chiroyli gaplar bilan apchildab beray. Kallamga nima kelsa, shuni deb berdiganim shuningdan. Maqsadimning nimaligini sizmi oson tushunasiz. Mening yuragim gap qilayotgan chaqda jimjit turolmaydigan ishim bor. Ish qilib nimali desam o'xshashqu. Gapimga ishonsangiz, men mushu kungacha hech qanday bir qiz yoki ayol bilan tanishib boqqanim yo'q. Har kuni hamon bir kuni bir qiz bilan tanishmangu deydigan xiyoliy tushlarim ichida yuraman.
Hayotimda shundoq uchrashishlar, yaxshi ko'rishlar ko'p qitim bo'lgan bo'lsa, qandoq yaxshi bo'ladi? Qizlarni qandoq yaxshi ko'rish, kimni yaxshi ko'rish har odamning ko'nglida aniq bir narsa-ku. Yolg'iz mendili yo'q. Hech kimni yaxshi ko'rib baxmadim. Faqat g'oyamni yaxshi ko'rdim. Tushimda ko'rgan ashib birsini yaxshi ko'rdim. Tushlarimda nurg'un romanlarni to'qibmi chiqdim. Siz meni tushunmaysiz. Rostimni desam, 2-3 ayol bilan tanishibmi baxdim. Ular qandoq ayollar demamsiz? Hammasilar men ijaraga o'ltirayotgan uylarning xo'jayinlari. Sizga yana dapasam ko'lib ketishingiz mumkin. Bir necha qitim ko'chada ketayotgan esilzoda bir xonimga gap qilgim keldi. Gap qilsam-mu odatdagi gaplarni qilatdim. Lekin u o'zi yolg'iz bo'lg'achqa bir oz qo'ringandekmi bo'ldim. Shundaqdimi uning hurmat bilan nihoyat qizg'in turib hayotimning g'eriblik ishida tugishib ketayotganligini, meni yenidan haydab etmasligini, uning bilan tanishib qolay deganimda biror maqsadning yo'qligini, buni tushunishini, mendek baxtsiz, qo'rqinchoq bir odamning titrab turib iltimos qilayotgan talabini rad qilmasligini, bu ayollarning erlarning oldidagi mas'uliyatlarining birsi ekanligini dedim. Shuncha qilgan gaplarimga uning bergan javobi menga his tashlag'ini bildirgan ikki eg'iz do'stona gap bo'lsa bo'ladi. Lekin u gap qilmadi. Meni qo'llab etmay gaplarimni anglab turdi. Gaplarimga ishongandek berilib angladi. Kulgisi kelgandekmi qilib turadi. Meni masxara qilib kulgan bo'lsa-mu mayli edi. Kulgisi menga madad bo'ladi. Mening uningdan ortiq talabim yo'q. Ikki eg'iz gapi edi. Shuningdan keyin uning bilan ikkinchi ko'rishmaslikka rozi edim. Qarang, sizningmi kulgingiz kelyapti. Mening sizga bu gaplarni deb berishimmi sizni kuldirish uchun edi. Kulganimni ko'nglingizga ammang, men sizning o'zingiz bilan o'zingizning kelishamaydiganligingizga kulyapman. Bu ishda qo'rqmay, qayta sinab baqsangiz chuqur muvaffaqiyat qozonatdingiz. Ko'chada sinab baqsangizmi bo'ladi. Qancha oddiy bo'lsa, shuncha yaxshi. Ko'ngli yaxshi qizlar hargiz sizga tashriflik qilmaydi. Sizning shunchalik samimiylik bilan qilgan gaplaringizga ikki eg'iz bo'lsa-mu, yaxshi gaplarni qilmaydi. U qizlar uchiga chiqqandan yoki shu chaqda boshqa ko'ngilsiz ishlari tufaylidan xafolatda bo'lmaslar. Voy, men bo'ldim. Ularning sizni sarankan deb qilishimi mumkin-ku. Bu mening o'zimning gapim-ku, ko'nglingizga, ammo dunyodagi odamlarning qanday yashaydiganligini men pek yaxshi bilaman. Rahmat sizga, dedim men ixtiyorsiz tovlab ketib. Siz shu turqida men uchun nima ishlarni qilganligingizni bilmasligingiz mumkin. Rahmat. Ayting, siz mening nimamga qarab yaxshi qizmikin deb qilib, ichingizga gaplaringizni deb beryapsiz. Masalan, siz meni o'ylaganlaringizni deb berishga arzigidek do'stlikni yetkazadigan g'amxon bir qiz ekan deb o'ylab qoldingizmi? Bir eg'iz gap, men siz tanishgan u uyning egisidek qiz emas tursam, siz nimaga asosan mening keynimdan mengish qaroriga kelib qoldingiz? Nimaga asosan? O chaqda siz o'zingiz yolg'iz edingiz. Uning ustiga u odam yuragini qapta qilib keyningizdan qovladi. Qarang'u kecha. Bundaq ahvolda mening sizdan ansirab keyningizdan mengishim tabiiy ahvol. Buni men burchim deb bilaman. Sizningmi shunda qilganimni xo'p ko'rdingiz aniq. Yo'q, u ishning oldingi ishingizni da'vataman. O yerda daryoning bo'yidagi chaqda siz men qarab kelyaptidingiz-ku. Qayerda deysiz? Sizning bu savolingizga nima deb javob berishimni bilmayapman. Qo'rqadiganim bilamsiz. Bugun men o'zimni to'liq baxtli his qilgan kunim edi. Naqsha aytib kelyapatdim. Shaharning sirtiga chiqib kirib aytqusiz baxtga cho'milgandek bo'lib qolgan edim. Siz balkim bu o'zimcha o'ylab kelayotganim. Meni kechiring. Shu chaqda siz yig'layotdingiz. Sizni esingizga keltirish uchun men to'xtang, bo'ldi, gap qilmang. Qiz shu gapni qilibla yerga qarab turib ketdi. Qo'limni mahkam tutib oldi. Ayib menda. Bu gapni demasligim kerak edi. Hurmatli radio anglovchilar, Rossiya yozuvchisi Fyodor Mixaylovich Dostoyevskiyning "Ah kechilar" nomli povestini bugun mush yergacha anglatamiz. Davomini ertadagi programmamizda anglaysizlar.
yig'ingizni anglab chidab turolmadim. Yuragim siqilgandek bo'ldi. Men siz uchun qayg'ursam bo'lmamdi. Sizga aqlliq mehrimni yetkazish jinoyat hisoblanamdi. Bundaq gapni qilganim uchun meni kechirgaysiz. Bir eg'iz gap. Ajiba, men ixtiyorimdan satalda sizga qarab mengishim, sizga qarata boshqa niyatda bo'lganligimning isboti bo'la olamdi. To'xtang, bo'ldi, gap qilmang. Qiz shu gapni qilibla yerga qarab turib ketdi. Qo'limni mahkam tutib oldi. Ayib menda. Bu gapni demasligim kerak edi. Yo'q, men sizni xato o'ylab qolmadim. Aksicha, u ishingizdan xushal bo'ldim. Afsus, uyimga kelib qoldim. Mush ko'chadan kirib azroq mansamni yetib borman. Xayr, xo'sh, rahmat sizga. Biz mushundaqli xo'shlashimizmi? Buningdan keyin ikkinchi ko'rishmamdik. Bizning tanishqinimiz mush yergacha bo'lamdi. Qiziqda siz, dedi qiz kulib ketib. boshda siz ishga yig'izli gap qilmoqchi bo'lib edingiz. Endi hozir o'zimning gapimga kelsam, sizga hech nima deb va'da beramayman. Balkim yana ko'rishib qolamiz. Men mush yerga kelaman, dedim men. Meni kechiring. Mushu deganim sizga qo'ygan talabim. Tushundim. Siz bakmi oldirab ketyapsiz. Mendan bir narsani talab. Gapimni anglang. Men uning gapini bo'lib etdim. Meni kechiring. Agar buningdan keyinmi sizga yana mushundaq gap qiladigan bo'lsam, meni nima desangiz mayli. Ammo bir gap. Bu yerga kelmay qo'ymayman. Men xam xiyollar bilan kun o'tkazadigan odam. Haqiqiy turmushimning ozligidan o'tib ketgan bechoraman. Shunga bugünkidek bundaq kechirmishimni to'liq ulug'layman ham bu kechirmishimni buningdan keyingi xiyoliy tushlarim ichida doim ko'rib o'tiraman. Sizni kechilab, haftalab, yillab xiyolimdan neri qilmayman. Cho'qim bu yerga kelmay qo'ymayman. Dal mush yerda, shu turqida biz turayotgan mushu o'ringa yana kelib, dal mushu vaqtda. Bugungi bu ishlarni o'ylasam, o'zimni baxt ichida uzib yurayotgandek his qilib qolaman. Men bu yerni yaxshi ko'rib qoldim. Bu yerga mehrim tushib qoldi. Peterburgda mushundaq yerdan 2-3 yil bor. Bir qitim menmi xuddi sizga o'xshash bir ishlarni eslab yig'lab ketganman. Kim biladi? Sizmi balkim 10 minutdan oldida menga o'xshash eslama ishida turib yetib yig'lab ketgansiz. Hay, meni kechiring. Men yana bo'lmag'ur gaplarni qig'iltirdim. Balkim bir chaqlarda siz dal ashu joyda ajoyib zo'r baxt qaynimida o'zib yurgan bo'g'aydingiz. Endi bo'ldi, dedi qiz. Soat ularda men mush yerda bo'lishim mumkin. Men o'zimning sizni u orzuyingizni cheklab qo'ysam bo'lmaydiganligini tushundim. Men cho'qim kelaman, ammo buni siz ko'rishga deyishdiq deb o'ylab qolmang. Bu yerga men o'zimning ishi bilan kelmoqchi. Ammo sizga gapni ochiq deyaveray. Agar siz rost keldigan bo'lsangiz, uningga men ortiqcha gap qilmayman. Bu yerda yana bugungidek odamni xafa qiladigan ishlar yuz berib qolishi mumkin. Shunday bo'lib qolsa, u ishlarmi o'z yo'li bilan bartaraf bo'lib ketadi. Qisqasi, men siz bilan yana ko'rishni xohlayman. Sizga aytarim, gaplaringizga diqqat qiling. Ya'ni meni ayblaydigan gaplarni qilmang. Meni asali boshqalar bilan ko'rishga ma'qul bo'lgan qizgan debmi o'ylab qolmang. Men undaq ko'rishlarni xohlamayman. Agar undaq qilmasam, bo'ldilar. Bu sirimni saqlab qolganim tuzukda qiladi. Har qanday ishni oldin deyishib olayli. Bo'lamdi? Bo'ladi. Siz so'zlang. Qandaqli gapingiz bo'lsa deyvering. Har qanday so'zingizga ma'qul deyman. Ham tayyorligim bilan turaman. Men xushalligimda vaqirib ketdim. Butun vujudim bilan sizga so'z beray. Sizning har qanday talab va so'zlaringizga qo'l bog'lab turaman. Meni tushunishingizni so'rayman. Sizni tushunganligim uchun kelaman da'vatdaman, dedi qiz kulib turib. Men sizni to'liq tushundim, ammo sizga bir ishni deb qo'yay. Sizga qo'yadigan bir shartim bor. Meni yaxshi ko'rib qolmaysiz. Ishingki, u mumkin bo'lmaydigan ish. Men sizning do'stligingizni qabul qila olmayman. Akiling qo'lingizni. Sizdan o'tinib qolay. Men hargiz yaxshi ko'rib qolmang. Men sizga va'da beray. Undaq ish hargiz bo'lmaydi, dedim men uning qo'lini ching tutib turib. Bo'ldi, va'da qilmaylik qo'ying. Men sizning
birdamdala portlab ketadiganligingizni bilaman. Bu gapimni hargizmi ko'nglingizga olmang. Agar siz bilsangiz, men undaq gaplarni qiladigan qiz emas. Menga ishlarimni maslahat bersangiz bo'ladi. Tabiiyki, har qanday odam o'ziga maslahat beradigan odamni ko'chadan izlab yurmaydi. Ammo siz uning sirtida, men sizni tushundim. Xuddi 20 yillik ko'ni do'stimni tushungandek tushunib ketdim. Siz hargizmi va'dangizga xiloflik qilmaysiz-ku? Ha, shundaqmi? Albatta shundaq. Ammo bugun kecha bilan ati kunduzni qanday o'tkazaman? Shuning g'amida qilyapman. Hech nimani o'ylamay uxlang. Xayrli kech. Esingizda bo'lsin, men sizga shunchalik ishinib turyapman. Siz odamlar bir-biriga bo'lgan hissiyotlarni ochiq deyish kerak. Aksinglar bo'lsin shundaq dedingiz. Bu gapni yaxshi qildingiz deb o'ylayman. Men anglabla shu an ichimdagi gaplarimni sizga deb bersam bo'g'dak deb o'ylab qoldim. Tanga, u qanday gaplar? Nima gaplar? Bu to'g'risida aytib berangizshayli. Hozircha ichimda sir bo'lib tursin. Bu siz uchunmi yaxshi? Azroq bo'lsinmi, birisi bilan muhabbatlashayotgandek bir xil tuyg'uda bo'lib turasiz. Balkim ayt so'zlab beraman yoki so'zlab bermasman. Bu gapni sizga oldin deb qo'yishim ikkimizning bir-birimizni texmi yaxshi tushunishimiz uchun. Bu sodiq qanday gaplar? Meningda yuz berish ehtimoli bo'lgan mo'jizamidir. Men hozir nada turyapman. Aytanga, siz ha degandala meni boshqa qizlarga o'xshash ochchig'ingiz kelib qo'llab etmadingiz. Bu ishingiz uchun keyin pushaymon qilib qolmassizmi? Mushu 2 minutning ichida siz meni mangulik baxtga ega qildirdingiz. Rost, meni baxt tuyg'usiga cho'mildirdingiz. Kim biladi, siz shu harakat, shu so'zlaringiz bilan mening ichimdagi turli to'qinishlarni, har xil gumonlarni yo'q qilib etdingizmi, texi? Ata, menmi sizga ichimdagi hamma gaplarimni to'kib beraman. Shuningdan keyin meni texmi to'liq tushunasiz, hammani bilasiz. Yaxshi, men gaplaringizni berilib anglayman. Aytmang, hamma gaplaringizni so'zlab bering. Amisa, shundoq bitishdik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Shuning bilan ikkimiz xo'shlashib, men qorong'u kechida uyim tarafga qarab mangdim. Mening zodala uyimga ketkim yo'q edi. O'zimni ajoyib baxtli sezatdim. Uning bilan ati ko'rishimiz. Axir tong atqizibsiz-da, dedi u ikki qo'limni ching tutib kulgan paytda. Mening bu yerda turganimga 2 soat bo'ldi. Bugun bir kunni qanday o'tkazganimni siz bilmaysiz. Bilaman. Rasmiy gapga kelaylik. Bugun nima uchun bu yerga kelganligimni bilamsiz? Men tunugingidek quruq parang silish qilganmidim. Bizning buningdan keyingi ish harakat, gap so'zlarimiz cho'qim qoidadan chiqib ketmasligi lozim. Bu ishni men oqshom ko'p o'ylab ketdim. Qaysi jadiki ishlarni deysiz? Meni deysingiz, men shunda qilishga har qachon diqqat qilaman. Sizga shunimi deb qo'yay? Men hayotimda hozirgidek bu darajada qoidalik bo'lib baxmagan. Rasmi, birinchi bo'lib sizdan talab qildiganim, qo'limni bunday qattiq siqmasingiz. Yana birsi, men bugun siz to'g'riliq qayta bakmi ko'p o'ylanib ketdim. U o'ylaringizning oxiri nima bilan natijalandi? Natijasini demsiz, oxirda hammani boshdan o'yladim. Chunki eng oxirgi qarorni chiqarg'uchi bo'lganman. Sizni to'liq tushunib bo'lolmadim. Tunugungi ishlarim kichik bolalarning ishlaridek, kichik qizlarning ishlaridek ishlar bo'ldi. Buning sababchisi albatta mening ko'nglimning yaxshiligi, o'zimga o'zim madiya o'qib ketganim bo'ldi. Biz o'zimizning qilgan ishlarimizni qayta o'ylagan chaqlarimizda natija o'zimizni o'zimiz maqtash bilan oxirlashadi. Bu xatoligimni tuzatish uchun oldi bilan sizni nihoyatda inchik tekshirib beqish qaroriga kelib qoldim. Lekin mening tekshirishimga yordam beradigan odam bo'lmag'achqa, o'zingiz barliq ishlaringizni tegi tekdingizda menga so'zlab berasiz. Siz zada qanday odam? Shu to'g'riliqda so'zlang. Xo'sh, endi hikoyangizni boshlag'aysiz. Hikoya? Men mangdab qilib ixtiyorsiz to'lab ketdim. Hikoya? Mening so'zligidek hikoyamning borlig'ini sizga kim dedi? Menda so'zligidek hech qanday hikoya yo'q. Sizda so'zligidek hikoya bo'lmasa, bu kungacha qanday yashab keldingiz? U kulib ketib, so'zimni bo'lib etdi. Rost da'vatman. Menda sizga so'zlab bergudek hech qanday ish yo'q. Tug'ildim. Ondan o'lib qolmay omon qilib, o'zim bilan o'zim yashab keldim. Butunlay yolg'iz bir odam degudek, bir odam.
tanha birli odam bundaq yolg'izchilikning qandoq bo'ladiganligini siz bilamsiz? Sizning yolg'iz yashashingiz qanday yolg'iz yashash u? Umringizda hech qanday odam bilan bordikanlik qilmadingizmi? Men undaq demoqchi emas. Nurg'un odamlarni ko'rdim. Ammo yanala tanha o'zim. Ajiba, birmi odamga gap qilmay o'tdingizmi? Rostini desam, hech kim bilan paranglashmay yashadim. Undaq bo'lsa, sizada qanday odam? O'zingizni bir tushuntirib beqingchi. To'xtab turing. Avval men farzimni deb baqay, ha? Sizningmi menga o'xshash bir mo'mingiz bor. Mening mo'mamning ko'zi ko'maydi. Mush kungacha meni hech yerga bag'izmay kelyotdi. Shu men kishilarga qanday gap qilishni butunlay unutib ketdim desam bo'ladi. 2 yilning oldida men bir ishda kapsizlik qilib qo'yib, shuningdan keyin mo'mam meni boshqaramay qoldigan o'xshayman deb o'ylab qoldim. Oldiga chaqirib, elg'ish bilan ko'nglimning etikini o'zining ko'ngliga ilib qo'ydi. Shu kundan boshlab ikkimiz atigandan kechgacha kunlab bir-birimizdan ayrilmay birga yashab keldik. U ko'zi ko'rmasmi paypaxt o'qiy oladi. Men yanida o'ltirib kechdi tikiman yoki uningga kitob o'qib beraman. Nima degan g'alati ishlar bu? 2 yil bo'ldi. Men elg'ish bilan uning ko'ngliga iliqlik. Nima degan baxtsizlik bu? Lekin mening sizninkidek undaq mo'mam yo'q. Undaq bo'lsa, nemishqa uydan chiqmay o'ltirsiz? Gapimga quloq soling. Siz mening qanday odam ekanligimni bilmoqchi-ku. To'g'ri, shundaq. Siz u gapni haqiqiy ma'nosi bilan da'vatsiz, shundaqmi? Shundaq, naq ma'nosi bilan dedim. Ma'qul, quloq soling. Men g'alati bir odam. G'alati odam? G'alati odam. Qanday g'alati odamsiz? Qiz bu gapni anglabla xuddi to'p-to'g'ri 1 yil kulishga fursat topolmay yurgan odamdek ovozni qo'yib o'tib, qattiq kulib ketdi. Siz bilan birga bo'lish to'liq ko'ngillikkan. Qarang, bu yerda bir uzun o'rindiq bor ekan. O'ltirib paranglashaylik-chi. Ko'chadan o'tadigan odamlarmi yo'q? Gaplarimizni hech kim anglab qolmaydi. Xo'sh, hikoyangizni endi boshlang. Nimalardan baribir sizning gaplaringizga ishonmaydiganmi o'xshayman. Sizning beshingizdan o'tgan ishlaringiz ko'p, ammo mendan yushirdiganda qilasiz. Oldi bilan g'alati odamman deganingizni tushuntirib o'tsangiz. U g'alati odam degan benormal, kulkilik odam degan so'z. U qizning bu gapimni anglab kulgan bolalarcha kulkisi menga yo'qib, menmi uningga agishib, qaqoqlab kulib ketdim. Ashundaq bir odamman. Xiyolparast odamning qanday bo'ladiganligini siz bilamsiz. Xiyolparast odamning qanday bo'ladiganligini nemishqa bilmay, men siz degandek xiyolparast qiz. Ba'zida mo'mamning qishida o'ltirib xiyolga petib ketaman. Xiyol qilgan narsalarim baxmi ko'p. Ba'zida ashunday xiyollar bilan odamning ko'ngli echilib qoladi ekan. Lekin u haqiqiy echilish emas. Ba'zida xiyol qilmaychi deysingizmi, kallingizga undaq yoki bundaq ishlar kirib oladi ekan. U qiz bu gaplarni qilganda birdilla jiddiy qiyofatga kirib qoldi. Nihoyat yaxshi gap qildingiz. Siz Jungoning podshohiga tegishni o'ylagan bo'lsangiz, demak, mening qilgan gaplarimni to'liq tushuna oladi ekansiz. Undaq bo'lsa, gapimga quloq soling. Haras, sizning ismingiz nima edi? Oxir ismimni so'rash yodingizga yetdi, ha? Baldirli so'rashingiz kerak edi asli. Siz bilan tanishganimga xushal bo'lib ketib, ismingizni so'rashni o'ylamabdiman. Mening ismim Nastinka. Nastinka? Yolg'iz Nastinkalimi? Shundaq, Nastinkala. Nima, ismimni oz ko'ryotamsiz? Nima degan to'ymas odamsiz? Oz ko'ryotamsiz? Yo'q, dal uning aksicha. Ko'p, intayin ko'pkan. Nastinka. Dastlabda bilgan bo'lsam, qanday yaxshi bo'ladi? Hozirmi kechikmedingiz? Undaq bo'lsa, Nastinka, mening sizga so'zlab beradigan kulkilik hikoyamga quloq soling. Shuning bilan men uning yeniga kelib o'ltirib, nihoyat jiddiy chiroyda, xuddi kitob o'qiyotgandek talaffuzda so'zlashga boshladim. Nastinka, agar sizning Peterburg to'g'riliq bilimingiz to'liq bo'lmasa, men sizga so'zlab beray. Bu shaharda g'alati bir bo'lung pushqoqlar bor. Bütün Peterburg xalqiga kulib qaraydigan quyosh u joylarga qarabmi qo'ymaydi. U yerlarga qaraydigini shu yerlar uchun alohida yasalgan yangicha bir quyosh. U quyosh u yerlarni boshqacha bir nur bilan yo'ritib turadi. Suyimli Nastinka,
u bulung pushqoqlarning turmushi boshqa joylarnikiga butunlay o'xshamaydigan turmush. Qaynam tashqinliq turmush emas, bizning ziyoda jiddiy davrning turmushlariga tubdan o'xshamaydi. Balkim bizdan to'limi yiroq bir yerlardagi hech qanday odam bilmaydigan davlatlarning turmushlari shundaqdir. Bu xil turmush shunchalik bema'ni, xiyoli, chirib ketgan va kulrang turmush. Hech qanday alohidligi yo'q. Ba'zida bu xil turmushni bema'nilikda odamning aqli yetmaydigan bir narsalarning birikmasidan hosil bo'lganmikin deb o'ylab qolaman. Voy, ha deganda men nima gaplarni anglayapman? Yana anglang, Nastinka. Anglang. Bu bulung pushqoqlarda ajoyib g'aroyib odamlar, xiyolparast odamlar yashaydi. U xiyolparastlar normal odamlar emas. Bir xil o'ttiri jinslik maxluqlar. Ularning ichidagi birisi hech kim bormaydigan yerlarda pinhon yashaydi. Kunduz bilan kechining yo'riqliklariga qarabmi qo'ymaydi. O'zining uvusiga kirib ketsa, qo'loldek tugilib yetib oladi. Bu alohidligi bilan u qiziqli bir xil hayvonga, toshbaqaga o'xshab qoladi. Siz uni nemishqa o'zining to'rt temini qop-qorong'i uvusini yaxshi ko'radigandu deb o'ylab qolishingiz mumkin. U apandi aralab o'zining bir necha tanishlarining ichidagi birsini amalsiz qabul qilib qoladi. Lekin u tanish bilan paranglashmaydi. Nemishqa paranglashmaydiganligini, uni ko'z chiroyning nemishqa o'zgarib ketadiganligini, nima qilishni bilolmay qoladiganligini bilib bo'lmaydi. To'rt temining ichida xuddi yolg'on pul yasab, jinoyat o'tkazib qo'ygan odamdek yoki biror parcha she'r yozib, bir do'stimning she'ri edi, o'zi o'lib ketgan, do'stig'imizning hurmati uchun uning she'rini e'lon qildirib qo'yishni muqaddas burchim deb sizlarga avatdim degan mazmunda imzosiz xat yozib, gazetxonaga avatib beradigan odamlardek yashaydi. Nastinka, u nima uchun o'zining osh tonishi bilan bir yerda o'ltirib qolsa qizg'in paranglashamaydi? Nima uchun ularning orasida kulki bo'lmaydi? Nima qilishni, nima deyishni bilolmay o'ltirib ketadigan u do'stining og'zidan bir eg'iz bo'lsa-mu fasohatli gap chiqmaydi. Bo'lmasa, uning u do'sti boshqa yerlarda ajoyib qiziq paranglarni qiladi. Kulkisi doim o'z bilan billa. Ayollar to'g'riliqmi, boshqalar qiziqadigan ishlar to'g'riliqmi parang qiladi. Shu parang. Shu kulkilarni nima uchun uning oldida qilmaydi? Yaqinda tanishgan u do'sti birinchi qitim uningkiga ziyoratga kelganda, nemishqa uning o'diqib, ko'rinib turgan chiroyini ko'rib, odatda gapga usta bo'lsa-mu, qiladiganga gap topolmay kekashlab o'ltirib qoladi. Bu uyga xato kirib qolgan u og'inimiz suhbatning qizg'in bo'lishini orzu qilib, o'zini tetik tutib, oqsunyaklar to'g'riliq biladiganlarning ko'pligini bildirib, ayollarni tushunadiganligi to'g'risida gap qilib o'ltirsa-mu, o'zini qo'yib etolmay turlib qilayotgan u do'stining bechora ko'nglini echish uchun shunchalik tirishsa-mu, oxirida nemishqa u tirishchiliklardan hech qanday natija ko'rinmay, nima qilib, nima deyishni bilolmay ruhi tushib o'ltirib ketadi. Oxirda u mehmon nima uchun tuyuqsiz bir ish yodiga kelgandek shilapisini qo'liga elib, do'stining qizg'inlik bilan ching tutib olgan qo'llaridan qo'lini tortib olib, o'rnidan turibla uydan chiqib ketadi. Bizning og'inimiz o'zining intayin afsuslanganligini aytib va gap so'zlarida diqqat qila olmay qolgan yerlari bo'lsa, uning kechirib etishini o'tinib, ko'lbisda yana yolg'iz qoladi. Bu yana nima uchun shunday bo'ladi? Nima uchun uning u og'inisi uning bilan xo'shlashib etib, yolg'on hejib qo'yib, ishida o'ziga o'zi uning uyiga ikkinchi kelmaslik to'g'risida va'da beradi? Shuning bilan billa yana nima uchun o'zining u do'sti to'g'risidagi tasavvurlari o'ziga qiziq to'yilib ketib, uning boyi o'zi bilan paranglashgan chog'dagi qiyofatini doim nasbisib turadigan aslanning chiroyiga o'xshatadi. Aslanni kichik bolalar doim bo'za qilib o'ynaydigan, to'plag'i milab ko'z bilan ko'giz qilib etadigan bo'g'ashqa qachonla qarasangiz, u aslanning chiroyi sulg'un, qo'rqib turayotgandek ko'rinadi. Balalardan qechib, o'rindiqlarning tegiga kirib olgandila aram ep qoladi. Shundaqdimi yana tuklari ta'tir o'rilib, qachonla bo'lsin yana tutilib, bo'za qilinishdan hushyor turadi. Yuz ko'zdagi maynachiliklarni putlari bilan surtib, yalab pokizlab oladi.
Lekin uzoqcha tabiatga, kishilik dunyoga, hatto o'ziga ichi og'rib, xo'jayinining oshqon tomoqlarini qochisiga to'kib bergan xizmatkor ayolga dushmanlik nazari bilan qarab turadi. Mening gapimni anglab beqing. Dedi bayotindan beri ko'zlarini yo'g'on echib, lavlarini ching yumib, hayronlik ichida anglab o'tirgan qiz uni gapini bo'lib o'tib. Men siz so'zlab berayotgan bu ishlarning qanday yuz berganligini ham sizning bu kulkilik ishlarni nima uchun menga so'zlab berayotganligingizni faqat tushunmadim. Ammo yana bu ishlarni sizning o'zingizga yuz bergan ishlarmikin deb o'ylab qoldim. Men o ishlar bir gapmi uyan emas, buyan emas. Naq sizning ishlaringizdekla to'yildi. Aniq shundoq deb javob berdim men jiddiy talaffuzda. Undaq bo'lsa, davomli so'zlab versangiz bo'g'idek. Dedi Nastinka. Men bu ishlarning oxirining qanday bo'lganligiga qiziqib qoldim. Shu kuni biz uchun unutulg'isiz kun bo'ldi. Shu kuni biz bosh ko'tardik. 5 yulduzli qizil bayroq ko'kda lapildidi. 当前最迫切的是回答仓皇企业和生产会的制度的。 党的11届三中全会 Shu kuni yangi davr hammamizga quchqini kengayib ochdi. Mamlakatlik yer davrash idorasining eng yeni uchuriga asoslanganda bugun soat 14:28 minut o'tganda Sichuan o'lkasining Wenchuan noyasida 8 bal yer Shu kundan e'tiboran bizning yo'lanchikimiz vujudga kelgachga biz tashvishlanmaydigan bo'ldik. 正义必胜，和平必胜，人民必胜。 Shu kuni bizning faxrlik shuarimiz keng zamin qo'ynida yang'irdi. Jungo Kommunistik partiyasi asli maqsadni unutmay, orzuyimiz uchun olg'a bosamiz. Her bir kesip usti hünervellerge muhtaç. Her bir o'rin bir xil oliy ruhga muhtaç. Muhit ishchilari o'z xizmatini jon dili bilan ishlamasa, u chog'da biz axlat dövsi ichida yashagan bo'lardik. Qurilish injenerlari her bir inchki nuqtalarga astoydillik bilan ko'ngil bo'lmasa, biz sifatsiz binolarda o'ltirgan bo'lardik. Davolash xodimlari mas'uliyatchan bo'lmasa, bemorning hayoti xavf ichida qolgan bo'lardi. Zavodlardagi ishchi xodimlar inchkilik bilan xizmat qilmasa, sifatsiz mahsulotlarning soni hassilab ko'paygan bo'lardi. Qisqasi, ular o'z kasbining pishqan hunarvallari. Ular o'z xizmat o'rinlarida mas'uliyatchan, astoydil, savrchan, inchki bo'g'ashqa biz bag'it saodat ichida turmush kechiryapmiz. Ularning ön-tinsiz to'kpi qo'shish turtkisida davlatimiz kun sari qudrat topmoqda. Rahmat sizlarga, oliy janob hunarvallar. Hürmetli radyo anlıqçılar. Rossiya yazğıcısı Fedor Mikhailovich Dostoyevskiyning "Ah keçiler" namlıq povestini bugün muş yergacha anlatamiz.